Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Limonlarni ko'ring. Juda hosili zo'r bo'libdi. Gap limon haqida emas. Bugungi ishimiz Quvadamiz, yana Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz. Marojniy muzqaymoq sexiga minisoy kamera qilib beryapmiz. Hozir bu minisoy kameramiz uzunligi 8 metr, eni 5 metr, balandligi 280 bo'ladi. Hozir korobka qismini yig'ish jarayonidamiz. Pol qismiga eski kameralar bor ekan. Shu kameralarni buzib turib yig'ib yuboramiz, tashlab yuboramiz tagiga. Buni minisoy 8 HP agregatlari. Bularni ham ozgina o'zgartirish kiritamiz. Xudo xolisa ularni ham olib ko'rsatamiz. Bu eski 4 metrga 3 metr kameralari.